Yo, hello yo'qda sizlar bilan Golf. Mana bugungi videomizda har doimgidek Minecraft o'ynab tomosha qilishga harakat qilamiz. Ishqilib, men sizlarga aytsam, men bundan ikkita video oldim. Shu Imperiya bo'yicha bitta video oldim. Videoni olib, bitta qarasam, men tashqariga kirsam, video o'chib qolgan ekan. Ishqilib, umuman hech nima. Video qop-qorong'i ekranda yo'q. Hech nima bilmayman qo'ygan. Qop-qorong'i ekranda hech nima bo'lmagan. Bu endi masalaga boshqatdan nimadir qilib chiqaman endi. Zo'r qurdim shuncha narsani. Ishqilib, nima qilamiz? Bir boshdan bemalol tushuntirib chiqaraman bizda bir vaqtimiz. Hozirda. Nimalar qilib Ishqilib, bu nima? Qayerda qo'ygan desa, bu to'r ekan, to'r. Nima kerak bu to'r deyotganingiz bu biz bunaqa ferma qurdik. Suv. Bu yerda suv filtrlanadi, bu yerda suv o'tadi. Bittadan 3 joydan o'tgandan keyin olinadi. Xo'sh, biz ikkinchi darvozani qurdik. Xo'sh, yana qurdik. Uni to'rda aytmoqchi edim. Bu kimda bunaqa ovoz chiqadi. Ovoz chiqadi. Endi ularda xayolda shunaqa chiqadi. Zonamiz unchalik katta bo'lgani uchun kema ko'rdim. Hech qilib. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi biz nimalar qo'shimiz kerak video uchun. Endi biz 13 shaxtaga yo'l quramiz. Bo'ldi. To'g'ri, bitta shaxtamiz bor. Kamta qandaydir ko'rinib ham ko'ryapti. Qaylar tushib o'ynayapti. Qana nima bu? Nima bu? Nimaga bu? Degandek. Xo'p, mashta keyin farm qilamiz. To'g'rimi? Endi chiqib ketadi. Shaxtaga yo'l ham shunchalik bosib to'y. Hayvon ferma qilamiz. Yo'q, bu yerda darvozamiz bor ekan. Mashta qilamiz. Bu yerda ham bor ekan darvozamiz. Mashta qilamiz. Hop, bugungi video cho'zilib ketgan degan umiddaman. Video boshlaganimiz 3 minut bo'libdi. Bilmayman qanday vaqt shunchalik tez o'tib ketdi. Balki sizlarga shunchalik tez tuyuldi yoki menga shunchalik sekin. Yoki sizlarga shunchalik sekin tuyuldi, menga shunchalik tez, bilmayman. Xo'sh, bu joyda o'zib chiqsak. Qo'ydi. Taxminan bittan bas. Bittan shota bo'ladi. Davay, mashitdan bo'lamiz. Mashta fermas. Maytaman. Shunday olmaz. Hozir bitta narsa ko'riladi. To'g'ri o'ylaganimdek hamma ish to'g'ri. Mashlarda ham qilmagandim. Ketaman böyle. Shu yoqqa bitta kerak bo'lar ekan. Birinchi omzatan. Ish to'la. Va imperiyalarni qurishimiz kerak. Endi o'zlaring tasavvur qila olasizlar, manbas o'zlari qurishyapti. Ular quryapti. Ishqilib devor qurdim, aytdimmi? Bilgan bo'lsanglar kerak. Devor qurganman. Hozir buzdim o'sha devorda. Xo'sh, endi mod ferma mashta bo'ladi. Hop, mashta bo'lsa, demak, tars ne bo'ladi-da, to'g'rimi? Bunday bundan keyin ikkita yuradi. Ikkita yuradida, kim betgan ikkita tursa, keyin ne bo'lsa, to'rtburchak bo'lsa, ne betgan ikkita yursa, ne bo'lsa, keyin mayda tekislab olish kerak bitta. Zabola qandaydir atrofdagi devorlarim ko'zimga qandaydir katta ko'rinyapti, bilmayman. Mana strukturniy blok bor-ku, desam bu yerda ishlatib nima kerak bor. O'zini kesadigan bitta оружие kerak. Kesamanmi? Kesadi, faqat o'zini qisda. O'zini kesadigan kerak yo'q, faqat ishlarda o'zini kesadi. Ekan.
kesib bu ham yerga narsa qo'yib kerak emas. Hop, vaqtimiz bemalol hozircha. Xo'sh. Mashinchi joy yetarli bizga. Beramiz mashinamizni. Avvalay mashin toshlari ko'pligi o'zi o'ta ko'pdek tuyulyapti. Mana atrofimizdagi toshlar. Qandaydir meni ko'zimga. Ferma uchun shuncha tosh bor, buzyapman, to'g'rimi? Fermali kattalashadi. Mana toshlardan qo'yamiz. Zaborda nima ham bor? Boshqa. Zaborda yo'q. Yaxshi. Mana har xil joylarga ham, farqli joyga ham muhtojlik paraganda bo'lamiz. Hayot deb tasavvur qilish kerak edi, bilasizmi? Neydir? Yaqinda yo'qolmayapti. Sabab tanlash uchun bu joyda ikkita yerga turamiz. Oddiy bir pastlik ham juda past, ikki pastlik ham, uch pastlik ham juda tepa. Mana normal. 3 tepalik, 3 tali qilamiz. To'qish qo'ysak, bitta to'rttali qilsak. To'rttali shart biz. O'ylab qarasam, bittadan to'rttali bo'ladi. Hozir 3 tali, 3 tali, 2 tali, matali ishlar. Yomon emas. Benim uchun yaxshigina joy ajratdik. Hop, qilamiz. Shuncha joy taxminan bizniki. Bularda buzilish ham oson, tani ikkitalik bo'lib o'xshab, ikkitadan o'tirmaysizlar-da. Mümkün görünüyor. Su doluga qilganimiz sababli bular ham suv ham ichadi. Ketvermasliklari uchun joyimiz kattalashganda. Deb o'tindi. Geçiyordu. Bir 10 minut ötüp gidip de video olanım ya. Vakti da tez ötüp, o da tez ötüp. Bugünkü videoda şunchaki ferma kuramlar vermesem, burada boşanacak. Kuramasak gerek. Lekin bundan oldingi videoda unchalik ko'p vaqt o'tmadi, adashmasam. Nimaga vaqt ko'p qo'yapman? Chunki 5 soniyani ko'rsak savol vaqti ko'p gap boryapti juda. Chunki bundan oldingi videolarda vaqtga qaramasdan o'ynadim. Shuni hisobiga videolarim o'ynayaptimi yo'qmi qiziq qolyapti. Qanday o'ynayapti ko'rinadi. Yana yuzidan chiqsa olinmagan bo'lyapti. Kayfiyat tushib ketdi. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar bolalar. Vashcha aktiv pas, o'ta pas. Odamni aktiv pasligi kunini tushirib yuborar ekan, motivatsiya tushib ketar ekan. Biz ham kuchayib ketaylik. Bolalar bosib ketishgan like. 3 ta qilib qo'yamiz, o'ylab qarasam yaxshi ekan shu kuni o'zi. Ha, bolalar. Like bosib ketish qiyin. Knopkachani bosishimiz to'g'ri bo'lib urganda shtabda bo'lsanglar kayf maza qilaman. Bu yorug'lar ishimga ketamiz. Hop, bizga endi mana zavodga kelibman. Ular o'zini chiqib hayvon bo'ladi, transport bo'ladi, chekadi. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Hop. Suda
doldan qildim, sud tomonda jo'q. Nimaga bilaman? Telef sud doldan qildim. Mana tomonni ochib qo'yamiz. Bu yerga hayvonlar mol qo'yamiz. Bu bilan. Tekirchi bilan qurish kerak endi. Uchta qilamiz. Şöyle uchta bo'ladi. Bularga o'stirib olamiz bundan keyin bular nima yeydi o'zi? Donni qanday ish qilib donni? Buni nima qilish kerakligini donni uchun to'g'ri endi bitta kooperativ tfu. To'g'ri olamiz. 3 4 5 4 5 ta 6 ta to'g'ri. 6 ta to'g'ri yetar ekan. To'g'ri suv ichadimi bolalar? To'g'ri suv ichadimi? Kommentariyga yozib ketinglar. Suv ichadimi? Bilmayman to'g'ri. Realni bilmayman. Hozir o'ylab qoldim. Ichadimi? İçse gerek ya. İçadi. Kaçsa narsa istiyor çoğası mümkün değil. IQ işlet de yazmayla yani. Dur. Üzüreyla. Yazmaya koyarıyla böyle. Yap koysam mı ki ne yapalım? Tek gözümü çok ne yapalım? Hayvan da git kola bir yana. Evet, maşın. Üçün o zaman uçayan koyuyorum. Uçakta hangidir? Bu kasırı gelmez. Kamakla yapacaktı. Oğlanlar üçüne koyuyordu. Kasırlar mesela. Bir tane anime var. Titanlar Canca diye anime var. Bak animeni ko'rganda biladi. Animede devorlar bo'ladi. Marina ama aşağı devorlar bo'ladi. Bu çok qo'ydi ekan buni. Bakın devorlar bo'ladi. Devorlarda pul bo'ladi. Bitta mana shunaqa qishloqlar yashaydigan joy, ikkinchisi joy bor. Militsiyalarmida yashaydigan joy, uchinchisi boylar yashaydigan joy. Bitta haqiqiy boylar yashaydi bo'ladi. Shunaqa anime, zo'r anime. Ko'rishni maslahat beraman to'g'risi. Juda joy mol ketmayapti qandaydir. Ko'zimga kichik gap ko'rinyapti. Davay mashinamga yetcha ko'paytiramizmi? Mol uchun mashinaga. Ko'paytiraman. Shu kimetdan molga o'tish yo'li bo'ladi-da. Molda tomonga. Kichkina qilib qo'yganim mana bu uzrlar hamma uchun. Mana bu g'adir turibdi, o'ta g'adir tur. Bu ortiqcha-da, bu joy. G'adir. Qastirmada odamlar asabiyan tegib ketadi. Ну, давайте перехили. Keyingi videoda qilsak-chi? Ha, keyingi videoda tezda bitiramiz shu narsani. Uygacha ma'lumotlarni eslicha to'g'rilab qo'yamiz, men chiqib qolmasam. Bu kodni ko'paytirib qo'yamiz. Juda bitta narsa yetishmayapti-da. Biz endi bizmiz u. Qishlog'imiz o'z nomi bilan Nikolan bu. Shuning uchun men juda qo'ylarda Колтран qilmoqchiman. Давайте endi keyingi videoda agar hech kim kommentariya yozmasa, muborak yozmaslar o'zi kattaroq. Bu ona o'ylasa olamlik tushib ketadi. Hech kim yozmasa, davay o'zim unda bir o'ylab topaman. Chunki ortiqcha vaqt kutolmayman. Qatdan kirdi, mayli yuraversin. Bugungi videomizda nimalar qildik? Chunki o'tgan videolardan qo'shamiz o'tdi. Buni qurdik. Ferma qurdik. Yo'l qurdik. Hech kimga qo'shilmasdan lato qurdik. Dasta qurish esimizdan chiqdi. Burada endi bolalar uzraylar. Oltincham. Yo'l degan esimga tushib ketdi. Hamma bolalar bo'ladi. Katta shaharlardan kichik shaharlarda katta muammo turadi, katta shaharlardan kichik muammolar bo'lib turadi degandek. Muammo. Ketursin, vaqtimiz. Hop. Chiroylashtirganimiz uchun bergan bo'lamiz. Mana yetishmayapti shuda. Tugadi o'larim, qanday tugaman hop. Uyni ochdi. 18 minutdan video chalyapmiz. Ağbağ 18 minut. Hop, ne bir yoritib qo'ysak.
beni ortam tarafına. Dur tomonuna. Çıkaranışmayı mı yani? Hop, dur tomonuna yapamız. Evet, yama oxirgi joyimizga qanaqa tur. Marvel bilan tur. Xo'sh, vallahi yigitlar, qizlar, o'qituvchilar degandek o'quvchilar. Bugungi videomizda nimalar qurdik? Xuddi shu narsalar qurdik. Mana. Hop. Juda o'ziklar. Buni qurdik. Bu suv. Mana baklashkalar bor. Ishchilar cho'ta adashmasam suv tashiganiga ketishgan, bular sotishadi endi. Hamma bilgandek ikkinchi darvoza va shular. Bugungi videomiz shu bilan tamom bo'libdi. Hozir to'g'ri qo'yib. Shu bilan Alhamdulillah. Bugungi videomiz shu bilan tamom bo'ldi. Videoga like, podpiska, komment hammasini bosib yozib tashlaylar. Video ko'rganlaringiz uchun rahmat. Ketilgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Video tugadi.